Bugungi kunda sizni qaysi mijozlaringiz qarzini kechirgan? Agar 10 soniya ichida javobingiz bo'lmasa, siz pul yo'qotasiz. Nega bunday bo'lmoqda? Qarzdor mijozlarga tovar yuborilmoqda, kredit limitlari ishlamaydi. Sotuvchilar buyurtma berganda qarzini ko'rmaydi. Natijada distribyutorlikdagi отгрузкаларning 30% gacha qismi qarzdor mijozlarga amalga oshadi. Yechim sotuv jarayonining o'ziga kiritilgan bo'lishi kerak. SmartTab distribyutorlar uchun mo'ljallangan platforma bo'lib, moliyaviy jarayonlarni va debitor qarzlarni to'liq nazorat qilish imkonini beradi. Buyurtmani saqlashdan oldin tizim mijozning qarzi va kredit limitini avtomatik tekshiradi. Agar qarzi bor yoki limiti oshgan bo'lsa, отгрузка bloklanadi. Sotuvchi mijozning qolgan limitini va to'lov summasini darhol ko'radi. Rahbar uchun maxsus dashbord mavjud. Mijozlar, qarz miqdori, muddati va kechiktirish vaqti ko'rsatiladi. Qoidalar moslashuvchan. Kechikish kunlari, limitlar, xavf guruhlari yoki stop ro'yxatlari bo'yicha sozlash mumkin. Natijada kassa uzilishlari yo'qoladi. Qarzdorlarga отгрузка to'xtaydi. To'lov intizomi birinchi oydayoq 25% dan 40% gacha yaxshilanadi. SmartTab prezentatsiyasi buyurtma bering, sizning ma'lumotlaringizda u qanday ishlashini ko'rsatib beramiz.